Qadimgi Misr – quyosh mamlakati. Bu yerda quyosh shunchaki osmon jismi emas, balki hayotning o'zi edi. Misrliklar oliy xudo sifatida Ra'ga sig'inganlar. Fir'avnlar esa o'zlarini quyoshning o'g'li deb bilgan. Ra yorug'lik, tartib va adolat timsoli bo'lib, har tong osmon bo'ylab suzib, zulmatni yengadi deb ishonilgan. Kechqurun esa u yer osti olamiga tushib, yovuz qushlar bilan kurashgan. Shu sababli Ra abadiy hayot va kosmik muvozanat ramzi hisoblangan. Vaqt o'tishi bilan Ra, Fiva shahrining mahalliy xudosi Amon bilan qo'shilib, Amon-Raga aylandi. Amon yashirin kuch, ko'rinmas qudrat timsoli edi. Amon-Ra esa nafaqat quyosh, balki butun olam yaratuvchisi, Fir'avn hokimiyatining ilohiy asosiga aylandi. Yangi podshohlik davrida Amon-Ra Misrning eng qudratli xudosiga aylandi. Uning ibodatxonalari, ayniqsa Karnak majmuasi bugun ham insoniyatni hayratga soladi. Qadimgi Misr uchun quyosh botmas edi. U har tong Ra bilan qayta tug'ilardi. Yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'ling.